Islom poyezdi 14 asr oldin payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan boshchiligida, komandirligida yo'lga chiqqan. Bu poyezdga chiqqanlar allaqachon borib joylariga yuk ko'chko'ronlarni qo'yib bo'lishdi. Hozir sizni bizlar shu poyezdni oxirgi vagonida o'tiribmiz. Xotirjam bo'lmanglar, o'tirmaylik. Bu poyezdda shayton degan provodnik bor. Uni maqsadi bizlarni shu poyezddan tushirish, faqat maqsadi shu. Shu birortani etagiga yopishib yo birorta tapchanni tish tirnog'imiz bilan ushab tushmasak bas, Xudo xohlasa parovoz yetib borgan joyga bir kun oxiriga vagon ham yetib boradi. Faqat tushib qolmaylik shu bilan. Islom poyezdi 14 asr oldin payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan boshchiligida, komandirligida yo'lga chiqqan. Bu poyezdga chiqqanlar allaqachon borib joylariga yuk ko'chko'ronlarni qo'yib bo'lishdi. Hozir sizni bizlar shu poyezdni oxirgi vagonida o'tiribmiz. Xotirjam bo'lmanglar, o'tirmaylik. Bu poyezdda shayton degan provodnik bor. Uni maqsadi bizlarni shu poyezddan tushirish, faqat maqsadi shu. Shu birortani etagiga yopishib yo birorta tapchanni tish tirnog'imiz bilan ushab tushmasak bas, Xudo xohlasa parovoz yetib borgan joyga bir kun oxiriga vagon ham yetib boradi. Faqat tushib qolmaylik shu bilan.